Mana shu baklashkalarni terib sotib kun ko'ramiz. Ikkita yosh bolam bor meni. Ko'zlarim yaxshi ko'rmayapti. Sizlardan iltimos, yordam beringizlar. Yordam berayotgan hech kimim yo'q. Ikkita yosh bolam uchun Alloh yo'lida yordam qilingizlar. Kilosi necha puldan sotasiz? 2000 dan. Aka, opa singillar, opamiz yashab turgan joyni ko'ring. Alloh yo'lida 5000 so'm pulni mana shu opamizdan ayamanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, aka, opa singillar. Yashayotgan sharoitini ko'rib, yurak bag'rim ezilib ketyapti-da. Bir dona like bosib, 5 dona kommentariy yozib, shu videoni yaxshi insonlarga ulashishga arzimaydi deb o'ylaysizmi? Alloh yo'lida kelinglar, aka, opa singillar. Ikkita farzand uchun ham yordam beraylik. Yordam beradigan hech kimi qolmagan bu opa.